Menimcha ingliz gapirsam sizlar tushunmaysizlar. Sizlarga o'zbek tilida tushuntirishga harakat qilaman. To be bu 3 xil turga bo'linadigan verb. Bunda am, he is va are bor. Am ga I am. Masalan, I am man. Is ga he is, she is, u qiz bola, shunday. Are ga they are, ular. Shunday degan verblar bor va to be ning negativ, affirmative, interrogative degan turlari bor. Negativ bu I am not, men emasman, sen emassan, ular emas va affirmative shuncha gap. Men emasman, sen man sensan, ular va interrogative bu